بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد assalomu alaykum aziz jamoatal muslimin. Sahardan to shomgacha yeyish ichish va jinsiy aloqadan saqlanish ro'zaning farzlaridan hisoblanadi. Ushbu farzlardan birortasi bajarilmasa ro'za buziladi. Ro'zaning qay tarzda buzilishiga qarab ro'zadorga qazo yoki kafforat vojib bo'ladi. Qazo degani buzilgan ro'zaning bir kuni o'rniga Ramazon oyidan boshqa kunda bir kun ro'za tutib berishga aytiladi. Kafforat esa ro'zani buzib qo'yganligi evaziga jarima tariqasida bir qul ozod qilish yoki 2 oy ketma-ket ro'za tutish yoki 60 ta kishiga taom berish demakdir. Ramazon ro'zasi kafforatining miqdori haqida payg'ambarimiz alayhisalom shunday deganlar. Qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man aftara fi ramazona fa alayhi ma alal muzahiri. Ravohu Daruqutni. Kim Ramazon oyida ro'zasini qasddan ochsa unga zihor qilgan kishiga lozim bo'lgan kafforat vojib bo'ladi. Daruqutni rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Bir kishi Rasululloh alayhisalomni oldilariga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men halok bo'ldim" dedi. U zot "Seni nima halok qildi?" dedilar. U "Men Ramazon kunlarida ro'zador holimda ayolim bilan yaqinlik qildim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ozod qilish uchun bitta qul topa olasanmi?" U "Yo'q" dedi. "2 oy ketma-ket ro'za tuta olasanmi?" dedilar. U "Yo'q" dedi. "Unda 60 ta miskinga beradigan taoming bormi?" deb so'radilar. U yana "Yo'q" deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga "O'tirib tur" dedilar. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir idishda 30 so' xurmo keltirishdi. Rasululloh xurmoni u kishiga berib, "Mana buni sadaqa qil" dedilar. U kishi "O'zimdan faqirroq kishilargami? Bu yerda mendan ko'ra faqirroq oilaning o'zi yo'q" dedi. Shunda Rasululloh kulib, "Unday bo'lsa borib oilangga yedir" dedilar. Demak, qasddan ro'zani ochib yuborsa kafforatini o'tash juda ham qiyin. Hozir qul ozod qilay desa qulchilik tugagan. O'sha davrda qullarning narxi qimmat bo'lar edi. Shuning uchun qasddan ochilgan ro'zani jarimasi ham o'ta yuqori baholangan, mashaqqat bo'lgan, to'lashlik qiyin bo'lgan. Agar unga qodir bo'lmasa 60 kun ketma-ket uzmasdan ro'za tutib beradi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kim Ramazon kunlarida Alloh ruxsat bermagan holatda ro'zasini qasddan ochib yuborsa, uni yil umr mobaynida tutsa ham avvalgi farz bo'lgan ro'za kunidek ajrini topa olmas dedilar. Demak, qo'limizdan kelganicha sog'lig'imiz yaxshi bo'lsa, vaqtida Allohning farzini ado qilganligimiz afzaldir. Aytilgan mau'izalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.